bitta kalosh desam bosh oyoq sarpa qilib keldingmi bolam desa, voy dada, shu yilgacha, shu kungacha meni kiydirdiz-u, yalang'och tashlab qo'ymadiz-u, yalang'oyoq tashlab qo'ymadiz-u dada. Sizni topganingizni kiydim. Endi kiydirish meni navbatim emasmi dada? Bitta kalosh desasiz, kalosh ko'tarib kelaveradigan beparosatga o'xshaymanmi men? Siz men so'ramaganimda ham qavat-qavat olib keldingiz-ku dada, deb olib kelib oyog'ini tagiga tashar ekan. Onasi, bolam 1 kilo shaftoli bo'lsa, bironta shaftoli bo'lsa, yo'ling tushsa bozorga ovalarsansa, menga o'xshagan befarosat, befahm farzand salafanda shaftolini suvini oqizib olib kelaverar ekan, mana shaftoli. Aqlli farzand birodarlar, shaftoli yoniga nok qo'shib olar ekan. Mana bu mandarinlardan olar ekan, olma olar ekan, yana haligi uzum olar ekan, qulpinay olar ekan. Farosatli farzand. Voy bolam, bitta ikkita shaftoli deganimga shuncha xarajat qildingmi desa, ha onam, sizni